Sizga biror narsa kerakmi, akajon? Yo'q, hech narsa kerak emas. Saida. Haligi bu go'zallikni qayerdan olgansiz? Haligi ajoyib hazil qilasiz-da, aka. Shu siz hech hazil qilayotganim yo'q. Sizni oldinroq uchratganimda mana bu marhamat qolib sizga uylangan bo'larmidim. Shu ukamga yomon havosim keladi deb bilasizmi shuni? Iltimos, o'zingizda bo'lib gapiring, har qalay men ukangiz ayoli bo'laman, aka. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz, Saidaxon? O'z o'rningizni biling demoqchiman. Tushunarlimi, aka?